bilan nimaga urushgan o'zi bular? Yer talashmasa, pul talashmasa masalanda. La ilaha illalloh bo'lgan o'rtada, faqat shu bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom Makka da yashab yurgan paytlarida Ka'bani oldida namoz o'qib turar ekan, mushriklar kelib turib Rasulullohni namoz o'qiyotgan joyda, sajda qilib turgan joyiga bo'yniga oyog'ini qo'yib ezadi bitta la'nat kelib. Keyin turgandan keyin Rasulullohni o'zini sallasiga o'zini bo'g'adi. Qattiq bo'g'adi. Payg'ambar alayhissalom aytadi, ko'zimga o'lim ko'rindi. Shu darajada qattiq qiynab qo'yadi-da. Hech kim kelib, "Tegma" deyolmayapti. Bitta Abu Bakr roziyallohu anhu kelib, "Ey" deydi. Qarang, gapni qarang. Hozir Qur'on ham arab tilida. Abu Bakr roziyallohu anhu ham millati arab. Aytadi: "Robbim Alloh degan insonni qatl qilasizlarmi? Ataqtuluna rojulan an yaqula robbiyalloh" deydi. Robbim Alloh degan odamni o'ldirasizlarmi deydi. Abu Bakr roziyallohu anhu bu so'zi qiyomatgacha o'qiladigan Qur'onda oyat bo'lib nozil bo'lgan.